boshladik. Kofe yo'qqa qo'ydingmi? Yo'q, chiqmaydi u kofe. Sorry. Ya Alloh. Voy, jiqchiga bu. Qo'yishchi oldin. Hozir jasasa shularni. Sog'amsan, qo'yib. Yo'q, shart emas bu. Telefonlarga yo'q qo'ydim, mabodoga tanglab olish mumkin. Yo'q, qolasan shu. Keyin sog'amiz bor degan paytimda ovoylar orasida bitdilar. Ishlayotganimizni sezishadi hamma. Boshladik-da, o'zingiz ham boshladi. Holat yaxshimi? Turish asab deydimi? Bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi intervyuyimiz, xudo xolasa Koreyaga kirib kelish bo'ladi. Eng asosiy mavzu shu, ya'ni kirib kelish va undan keyingi jarayonlar, kirib kelishdagi muammo, qiyinchiliklar, hozirgi kunda dolzarb bo'layotgan mavzular, ya'ni aytaylik topiksiz yoki IELTSsiz kelayotgan o'quvchilarni Koreyada nimalar kutib o'tiribdi o'zi? Ularga shundoqqina ish bormi, yo'qmi va hokazo barchasi va universitetni bitirgandan keyin qaysi ishga joylanishligi va qanday vizalar olishligi haqida bugun birgalikda gaplashamiz. Va bizga intervyumizga uzoqdan bo'lsa ham rozilik bildirib kelganligi uchun Sunnatullo akaga kattakon rahmat aytib qolamiz. Assalomu alaykum Sunnatullo aka. Assalomu alaykum, alaykum assalom. O'zingizni bir qator tanishtirib o'tib ketsangiz. Xo'p, men Sobirov Sunnatullo, Andijon viloyati. 2020-yili viza olib kirib kelganmiz, 5-yanvar xohlasa kirib kelganmiz, 5 yildan o'tdi. Til kursi vizasi bilan kirib kelib, til kursida 1,5 yil mobaynida o'qib, bakalavr bosqichiga o'tganmiz. Men hozirda bitiruvchiman, xudo xolasa bakalavrni bu yil bitiramiz. Hozir qaysi universitetni bitirasiz hozir? Sovon universitetini bitiraman. Chongju shahrida joylashgan Sovon universiteti biznes yo'nalishi bo'yicha. Yaxshi, rahmat kattakon. Endi universitetga kirib kelayotganingizda, aynan birinchi o'rinda o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib savollarni birinchi bera olamizda. Universitetga kelayotganda, ya'ni Koreyaga kirib kelayotganingizda birinchi nima bilan kelgansiz? Hozir koreys tili yoki ingliz tili bilan kelganmisiz? Koreys tili bilan boshlang'ich darajada O'zbekistonda 8 oy, 9 oy mobaynida tilni o'rganib, til kursiga kirib kelganman. Topik 1 ball bo'lgan o'sha vaqtda. Bu paytda ko'pchilik biladi, hozirgidanda ko'ra topikka registratsiya qilish juda qiyin bo'lgan. 4 oy, 5 oy o'qib topikka registratsiya qilib 1 daraja olib, undan keyin o'qish to'xtamagan. Topik 1 bilan til kursiga kirib kelganman. Bu paytdagi qiyinchiliklar haqida yoki shunga o'xshagan qiziqarli va hodisalar haqida biroz gapirsangiz, intervyumuzni yana ham qiziqarli qilib ochib olardik. O'zingiz haqingizda ko'proq ma'lumot bersangiz deyman-da. 2019-yil vizaga topshirganmiz, kuzgi semestrga. Ayrim sabablarida shaxsiy va universitet muammolarim tufayli Koreyada kechikishlar tufayli 2020-yil kirib kelganmiz. O'zi 2019 vizam chiqqan. 2020-yil yilda boshida kirib kelganmiz. Bizda qiyinchiliklar asosan banshot bo'lgan. 1 kunlik banshotdan 1 oylik banshot o'tib qolgan o'sha vaqtda til kursi ham. $10,000 miqdorida pulni 1 kunlik emas, 1 oylik o'tib qolgan. Shu bizda ancha qiyinchiliklar keltirgan. Hozirda til kursi vizasi kamida 3 oy turishi kerak. Hozir yana ham qiyin oldinga nisbatan. Endi bunga o'zimiz ham aybdormiz. Albatta. Xo'p, savollarga birin-ketin yuzlansak ham bo'laveradi. Sababi bizda 2 hafta oldin qo'yilgan video, ya'ni bu intervyu bo'lishligi haqida va kommentariyada juda ko'pchilik yozgan. Bularni hammasini jamlab biz o'qib chiqqanimizda deyarli 10 ta savoldan bitta savol tashkil topyapti. Sababi hammasi deyarli bir xil, u yoqdan bu yoqdan berilyapti, lekin asl ma'no bir xil bo'lyapti. Shuning uchun biz berilgan o'sha kommentariyadagi 100 ga yaqin savoldan atiga biz 5 ta 6 tasinikini oldik va undan tashqari yana u savollarni aytishimiz mumkin, gaplashishimiz mumkin bu savollar haqida iloji boricha, lekin o'ylaymanki, hozirgi beriladigan savol javoblar bo'ladigan holatlardan qolgan hamma o'sha kommentariyada berilgan savollarga javoblar olsanglar bo'ladi. Birinchi mavzuni ochadigan bo'lsam, study visa, ya'ni o'qish vizasi bilan kirib kelayotganlar haqida, ya'ni study visa turlari, shular haqida bir gaplashdik birinchi o'rinda. Xo'p, asosan O'zbekistondan eng ko'p kirilib kelinayotgan oxirgi yillarda juda ham ko'paymoqda. Studentskiy viza bilan juda ham ko'p kirib kelishyapti. Viza turlari haqida gaplashadigan bo'lsak, xo'p, asosan 3 xil viza bor. Til kursi viza, bakalavr hamda magistratura viza O'zbekistonga kirib keluvchilar uchun study vizadir. Xo'p, til kursi haqida ma'lumot bersam, til kursi D+1 vizasi hisoblanadi. Buni ham 2 xil usulda olsa bo'ladi.
topik yo'q holatda telex sifatida, topik bor holatda 2 daraja bilan boshqa universitetlar o'zim turlar bor. Buni yana keyingi savollarda qo'shib tushuntirib o'tib ketaman. Bakalavr. Bakalavr ham o'ziga yarasha 2 ga bo'linadi. Kollejlar hamda universitetlar, 4 yillik universitetlar. Kollejlarga minimum topik 2 daraja talab qilinadi. Universitetlarga minimum topik 3 daraja hamda IELTS 5,5 yo'nalishiga qarab. Hamda magistratura uchun ham o'ziga yarasha 2 ga bo'linadi viza turi. Koreya immigratsiyasi tomonidan chiqadigan elektron viza hamda O'zbekiston elchixonasi tomonidan chiqadigan oddiy viza deb atasak bo'ladi buni. Talablari shundaki, elchixonaning talabi minimum topik 4 yoki IELTS 5,5. E-viza uchun belgilangan muayyan bir talab yo'q, topik jihatdan yoki til bilish darajasidan. Faqatgina universitetda suhbat bilan o'tib bersa bo'ldi. Universitetda professorlar suhbat qilganda, shularning intervyusidan o'tib bersagina qabul qilinish imkoniyati bor hamda viza olish ehtimoli ham juda ham baland. Qani shu yerda savol tug'ilyapti. E-vizaga o'sha aytyapsiz, shunaqa til sertifikatlarimiz suhbatdan o'tsa bo'ldi deyapsiz. Shunda suhbat asosan ingliz tilida bo'ladimi yoki koreys tilida bo'ladimi? Topshirayotgan yo'nalishingizga qarab, agar ingliz tiliga topshirsangiz ingliz tilidan bo'ladi, korean tiliga topshirsangiz koreys tilidan bo'ladi. Demak, shunda ham baribir sertifikatsiz bo'lmagan taqdirda ham suhbatdan o'tadigan darajada bilim bo'lishi kerak. Albatta, bu yerga kelib o'qiy oladigan darajada. Chunki professorlar yaxshigina savollar beradi. Chunki e-viza bu shunchaki til kursi emas, magistr. Va magistrda albatta juda ham katta darslar bo'ladi va ularni tushunish kerak. Kamida 50 yoki 60% tushunmasa, menimcha magistrda bitira olmasa kerak. Shunaqa. Rahmat aka. Endi keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, Koreyaga topik yoki IELTS orqali kirib kelgan ma'qulmi? Qaysi biri deb savol kelgan bizga. Koreyaga men o'zimning tajribamdan kelib chiqib, yana bitta ma'lumot o'zim o'rnimda. O'zbekistondan kirib kelayotgan juda ham ko'p o'quvchilar shikoyat emas, qanaqadir savollar bilan juda ham ko'p aloqaga chiqadi. Sababi o'zim universitetda ichida yuradigan odamimiz hujjat ishlari shunga o'xshagan. Bir yil davomida juda ham ko'p studentlar o'zining muammosi, tushunmagan narsalari orqali juda ham ko'p aloqaga chiqishadi. Bundan xulosa qiladigan bo'lsam, ingliz tili bilan, ya'ni IELTS daraja bilan bakalavrga yoki kasbiy ta'lim kollejlariga kirib kelganlar qiyinchilik darajasi koreys tilini o'rganib kirib kelgan bolalarda qiyinchilik darajasidan ko'ra ancha yuqori. O'zbekistondagi konsaltinglar ingliz tili bilan kirib keladiganlar uchun noto'g'ri ma'lumot berib qo'yadi. To'g'ri. Yo'qotilgan ma'lumotlar. Shunaqa. Yaqinda buni siz o'zga ham yubordim. Ayniqsa shunaqangi bir nima desam bo'ladi uni harflarga shunchaki tilojislar, chunki aytyaptiki konsalting bir nechta 10 dan ziyod talabalarni o'sha aeroportga olib borgandan keyin agar sizga ham hech qanaqa tilni bilmasangiz, Koreya vizasi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling. Mana bu yerga ketayotgan shu 10 ga 20 ga yaqin talabalarni hatto sertifikatlari na koreys tilidan, na IELTS dan hech narsasi yo'q va ketishyapti deyapti. Va shuni gapiryaptiki, bulardan xavotir olmasa bo'ladi. Sababi ular to'g'ridan to'g'ri kelayotganda, kelib Koreyaga kirib kelgandan keyin til kursida o'qiydi deyapti. Xo'sh, endi o'ylanadigan narsa bor. Xo'p, til kursiga kelgandan keyin albatta ular o'zi birinchi o'rinda qarz bilan keladi juda ko'pchilik. Pat kursiga tilsiz, sertifikatlarsiz kirib kelgan 100 ta o'zbekdan men o'ylashim bo'yicha balkim ko'p aytarman, 30 tasi puli bilan kelishi mumkin va haqiqatan bemalol o'qib, to'pib olganidan keyin ishlayman degan maqsadga kelishi mumkin. Savol shundan iboratki, qolgan 70 tasi nima ishni ishla oladi deb o'ylaysiz hozir? Umuman til sertifikatlari yo'q va 6 oy, 1 yil kerak bo'lsa to'pib olish uchun ular nima ish qila oladi hozir pat kursdagilar? O'sha ingliz tilini ham, koreys tilini ham bilmaydigan. Har qanaqa viza bilan, ya'ni til kursi bakalavr, magistratura bilan kirib kelgan taqdirda qonuniy tarafini tushuntiraman, chunki noqonuniy tarafdan ishlasa bo'ladi, tilni bilmasa ham, lekin bu ma'qul narsa. Unda qancha daromad topishi yoki shunga o'xshagan narsalar belgilab bo'lmaydi. Ob-havoga bog'liq bo'lishi mumkin va hokazo. Albatta. Til kursida kelib tilni o'rganish uchun ham men o'zim maslahat beraman. O'zbekistonda kamida 5 oy yoki 6 oy boshlang'ich darajada tilni o'rganish kerak. Til kursiga kirib kelib, o'sha o'rganganlarni yana ham mustahkamlab, bilmagan narsalarni yana ko'proq o'rganib, to'pli daraja olib, bakalavr o'tishlarini. Til kursida qonuniy ishlashga keladigan bo'lsa, deyarli imkoni yo'q. 1 yil davomida yoki 6 oy umuman ishlash mumkin emas til kursida. 6 oydan keyin universitet nufuziga qarab, universitetdagi davomatlariga qarab, hafta kunlarida dushanbadan jumaga 10 soat ishlashlari mumkin. Kuniga 2 soatdan to'g'ri keladi deyarli. Shanba, yakshanba dam olish ishlasa bo'ladi, limitsiz. Eng kam ish haqqi $8 atrofini hisobini olsangiz, 7,5-8 $. Katta pul topib bo'lmaydi, ko'p joyda ishlay olmaydi. Yengil sanoat vizalar, yengil sanoat yo'nalishlardagina ishlash mumkin. Shunda ham 6 oydan keyin. Yana bitta gap, O'zbekistondan pul maqsadida kiradiganlar til kursiga kirib kelishlari maqsad bermayman. Endi 90% odam pulni deb kiradi, to'g'ri, lekin kirgandan keyin boshlang'ich 6 oyda tilni o'rganishga ajratmasa, vaqtini
undan keyingi 4 yilmi, 5 yilmi qiyinchiligi ancha yuqori bo'ladi. O'qib ham ishlamoqchi bo'lganlarga men birinchi maslahatim Koreyaga kelib birinchi o'qishlarini. 6 oy. 6 oy ham 24 ga yetdi emas. Orada ishga chiqsa bo'ladi bemalol. Dam o'qish yo'q kunlari yokida darsdan ajrab bo'sh vaqtlarida chiqib ishga chiqib o'zini ehtiyojlarini bemalol qondirsa, qarz kirib ketib qolmaydi demoqchiman. O'zbekistonga kirib kelishdan oldin ham qarz havola bilan kirib kelsa, ma'lum vaqtda O'zbekistondagilarga tushuntirishdi, so'rab qolaman, kamida 6 oy. Undan pul talab qilmaslikdir ota-onasidan. To'g'ri, bu bor gap va keling shunda o'zingizni misolida aytib bersangiz. Ya'niki ko'ryapmiz, o'zingiz aytdingiz boya, ishlasha olmaydi 6 oy dedingiz. Siz o'zingiz qanchalik qiynalgansiz? Hatto siz topik 1 bilan kelgansiz-da. Sizda o'zingizda qanchalik qiyinchilik bo'lgan? Deyarli o'zim topik 2 daraja bilan kirib kelganman. Topik topshiralsam 2 olardim demak. Kirib kelgandan keyin kamida 3 oy yoki 4 oy umuman deyarli bularning gaplarini 10% tugul 10% ni ham tushunmasdim. Chunki bularda speaking talaffuz ancha qiyin. O'zbekistonda o'rganganimizga nisbatan shuni hisobiga qiyinchilik ancha yuqori bo'lgan. Qonuniy ishda ishlay olmaganmiz. Noqonuniy ishlarda vaqti bilan o'zimiz ehtiyojimizni qondirishga ishlaganmiz. Albatta. Rahmat kattakon. Shu bilan o'zingizlardan xulosa chiqarib olsanglar bo'ladiki, iloji boricha bu yo aytdi, pul maqsadida kirib kelayotganlar, podkurslarga kirmanglar dedi. Endi sizlar aytishingiz mumkin, o'zingiz ham borgan ekansiz. Nimaga bizga buni aytyapsiz? Podkursga boramiz deyishingiz mumkin. Bu yoqda aytmoqchi bo'lgan gapi, agar maqsadinglar pulmi, lekin o'qish miyasida kelmoqchisizlar, o'qishga kelmoqchimisizlar? Demak, sizlarga ko'proq O'zbekistonda o'qib, topik 3 yoki IELTS dan yuqoriroq daraja olib turib, bakalavr yoki magistrga kelganinglar sizlarga ko'proq mablag' topishinglarga yordam beradi. Sababi bakalavr kelsanglar haftada 3 yoki 4 kun o'qish bo'ladi. Magistrga kelsanglar haftada 2 kun. To'g'ri aytibman. Podkursga keladigan bo'lsanglar ko'proq pul topaman deb sizlar haftada 5 kun o'qish kutib oladi va qarasizlarki, o'qishga berilasizlar yokida ishga ketasizlar, yo ikkala tomondan biri qo'llashda davom etadi. Shuning uchun shu gapni aytdi. Har qanaqa vaziyatda ham til kursiga blok qo'yib bo'lmaydi. Sababi yaqin o'rtada bitta vaziyat bo'ldi. Koreyadagi akamiz aloqaga chiqdi. O'zining ukalarini olib kirmoqchi. IELTS 6 darajasi bor ekan. Karsini ham hozir o'rganishni boshladi. Topik 1 daraja, 2 darajaga yetadi deyapti. Topik 2 olib beradi deyapti. Xo'p, qayerga bakalavrga qilamizmi yoki desam til kursiga qilaylikmi dedi. Sababi til kursida ishlashga qiynaladi desam, endi men ham ko'p mijozlarga nisbatan mijozlarning talabidan kelib chiqib aytaman. Yo'q aka, men o'zim qiynalganman IELTS daraja bilan kirib kelib, ukam qiynalmasliklarini, ya'ni o'zini jigari, o'zini yaqin ukasi, to'g'ri. Til kursiga kelib 6 oy bo'ladimi, 1 yil bo'ladimi, tilni yaxshi o'rganib, kamida 9 daraja olib, keyin bakalavrga o'tishni men xohlayman. Men o'zim yaqinim bo'lgani uchun shu narsani xohlayapman. Shunga til kursiga yordam bering, aloqaga chiqyapti. Men respekt beraman shu bolaga. Chunki o'zini yaqini bo'lgani uchun ham real hayotni ko'rgan Koreyada biladi qanaqa vaziyatni. Men ham misol ko'pchilikga maslahat bersam yomon ko'rinishi mumkin, chunki rasvor jicha ko'proq til kursini. Ishlay olmasliklari tufayli yomon ko'rinaman. Lekin mana o'zini akasi, o'zini ukasiga ravo ko'rganini men ham misol boshqalarga ravo ko'raman. Chunki o'zim ham til kursiga kirib kelib, qanchalik qiyinchiliklarni o'tganman, Xudoga shukr, hozir hammasi yaxshi. Rahmat kattakon. Keyingi savolga o'tamiz. Bu Koreyadagi eng ommalashayotgan kasbiy ta'lim haqida gaplashamiz. Xo'p. Bu yerda savol kelyapti. Kasbiy ta'lim o'zi nima va biznes studentlariga buni qanchalik foydasi va zarar haqida gapirib berasiz? Xo'p, buni asosiy kadrda oling. Chunki O'zbekistonda hozir juda ham ko'p xato ma'lumotlar tarqalgan kasbiy ta'lim bo'yicha. Kasbiy ta'lim vizasi aslida D4 6 vizasi hisoblanadi. Hamda u qanaqa bo'ladi? Koreyadagi katta-katta zavodlar universitetlar bilan shartnoma ravishda ham ularni tilni o'rgatadi, hamda ish o'rgatadi. Ya'ni o'sha elektrik bo'ladimi, svarshik bo'ladimi, alohida kurslari bo'ladi, o'rgatiladi, hamda u juda ham qimmat. Yillik 1 yillik kontraktda kamida 6,000-7,000 dollargacha boradi. Sababi unda bularni ish o'rgatadigan kurslari ham bor. Bizda O'zbekistonda hozir xato ma'lumot, oddiy kollejga turiy sanoat faktori degan narsa bor. Og'ir sanoat yo'nalishiga registratsiya qilgan 13 ta kollej bor Koreya bo'yicha. Top 2 bilan qabul qilinadigan kollej vizasini, ya'ni D2 vizasini kasbiy ta'lim deb reklama asosida urg'u berib, ommaga shuni kasbiy ta'lim deya tarqatish bor. Uni bitirgandan keyin ishchi vizasi bo'ladi degan maqsadda reklama bo'lib ketdi. Shunaqa. Hozir kasbiy ta'lim D2 o'sha hamma aytayotgan kasbiy ta'limni ta'riflaydigan bo'lsam, tushuntiradigan bo'lsam, og'ir sanoat yo'nalishiga shu 13 ta aytib o'tgan kollejlarim, bunaga kimda kim kerak bo'lsa ro'yxati kommentariyaga yozsanglar, diskaga jo'natib qo'yamiz xudo xolasa. Faqat 13 ta kollejdan faqat bittadan yo'nalishdagina kirib kela oladi top 2 bilan. Keyin 13 ta kollejda ayrimlari IELTS bilan qabul qilishi mumkin,
ko'payisi bilan qabul qilmaydi. Topik 2 bilan kirib kelib, bitirgandan keyin Y7 viza. Ya'ni Koreyadagi Y7 viza turlarining ichida eng darajasi pastroq desam ham bo'ladi, ko'proq qilib aytganda shunaqa. Hech kim Koreyada boshqa studentlar bitirib legal odamni ishlashdan bosh tortayotgan yo'nalishlarga jalb qilinadi. Bu qanaqadir maqtanadigan viza emas. Buni Koreyaga kirib kelib 2 yil kontrakt to'lab o'qigan bolalar o'ziga ravo ko'rmaydi ishlar. Ishlagisi kelmasdan qaytadan 4 yil universitetga topshiryapti. Da shunaqa bo'lyapti. 2 yil o'sha hamma o'sha aytib borayotgan kasbiy ta'limni o'qib bo'lgandan keyin yana boshqatdan qaysidir universitetga yo 4 yillikka yoki D1 vizasiga o'tib ketib qolishyapti. Qarang, shunday bitta savol tug'ilyapti-da. D1 vizasiga 2 yillik kasbiy ta'limda o'qib o'tdi. Xo'p, D1 dan keyin bilsangiz Y7 beriladi. Y7 vizasini olishadigan bo'lsa, bu 2 yil o'zi haftada 1 kun borgan bo'lsa, bo'yayotganingizda yolg'on ma'lumot bilan kelgan va deyarli o'qishni o'zlashtirmagan yoki bitta aynan o'qitadigan o'z sohasini o'zlashtirmagan. Shunda unga kim Y7 beradi? Keyin Unda va ular nima qilishadi? Uzr, gapingizni bo'ldim. og'ir sanoat yo'nalishi bo'yicha kirib kelayotgan o'quvchilarda aynan o'sha 13 ta kollejda har bittasida limit bor. Har semestr kirib o'sha yo'nalish bo'yicha kirib kelib, bitirib, o'sha Y7 vizasiga kafolatlangan Y7 vizasiga o'tish uchun limit bor. Har bitta kollej uchun, har semestr uchun. Bu degani 2025-yil birinchi semestr kirib kelganlar, deylik, bitta kollejda 60 ta limit bo'lsa, o'rtacha 60 ta, 70 ta limit bor. Lekin 300 ta, 200 ta, 200 dan oshiq o'quvchilar kirib kelyapti. Bunaqa vaziyatda universitet kirib kelishiga yo'nalishni o'zgartiryapti. Iloji yo'q, chunki u yo'nalishni bitirsa, universitetga ancha muammo bo'ladi. 60 ta o'quvchi qolyapti, qolgan o'quvchini oddiy yo'nalishlarga o'tkazib yuboradi. Og'ir sanoat yo'nalishi bo'yicha emas, yengil sanoatlarga o'tkazib yuboradi. Ular bitirgandan keyin ish topish uchun kardislar bilan raqobat qila olish kerak. Ya'ni zo'r o'qish kerak. Afsuski, kasbiy ta'limga kirib kelayotgan kollejlarda aksariyati, deyarli 90% talabga javob bermaydigan o'qishlar. O'qitish maqsadida emas, ular Shunaqa. pul topish maqsadida ochilgan kasbiy ta'lim ko'rinishidagi bir universitetlar. Endi boya gapim chaloq olib ketib qoldi. O'sha kasbiy ta'lim deb 2 yildan keyin bitirdi. Xo'sh, ular D1 vizasiga o'tishdi. Ularda yetarlicha ma'lumoti yo'q. Bularda kelajagi nima bo'ladi hozir? D1 dan keyin Yana qayta D2 ga topshirishyapti. 2 yil minus bo'lyapti bolada, 2 yil kontrakt to'lagan, 2 yil stress olgan, 2 yil qiynalgan, shunchaki minus. Shuni hisobiga men aytaman, top 2 bolalarga ham bundan oldingi videolarda ham qo'yganman. Kursga kirib kelishlarini men maslahat beraman. Bundan oldin aytib o'tdim, aka o'zini yaqin, o'zini jigariga top 2 bo'la turib, kursga kirib kelishini xohlayapti. Xuddi shunaqa daraja. Chunki minus bo'lmasin o'quvchiga deyapti. Keyingi yashayotgan davriga zarar bo'lmasin, pullar bo'lmasin. Top 2 o'zingiz ham bilasiz, Koreyada deyarli hech qayerda misol o'zini ko'rsata olmaydi. ega emas, Bu daraja umuman yo'q. hech qayerda qiyin. Bitirib turib keyin D1dan keyin F2 vizalar bor, F2 vizalar bor, Y7 vizalar bor. Hammasiga top 4 daraja talab qilinadi. Top 3 ayrim yo'nalishlarda top 3, ayrim yo'nalishlarda ko'p yo'nalishda top 4. Bu kollejda haftada 1 kun, 2 kun borib, bitirguniga qadar ham top 4 olishi ham qiyin. Albatta. Chunki ularda maqsad ish bo'lgan. Albatta. Juda qiyin. 100 tadan aytaylik 10% gina odam olishi mumkin. Ya'ni kelgandan keyin hech qanaqa aytaylik 2li bor deylik. Mayli, yo'q emas, 2 to'pga 2si bor va u kelgandan keyin 2li kasbiy ta'limni o'qidi. O'qish davomida haftada 1 kun u ayniqsa va o'qish davomida ishladi. Va ishlash davomida o'qib topik 2 yil davomida 4 yoki undan oshiqroq yuqori natijalarga ega bo'lgan insonlar menimcha 100 dan 10% gina tashkil qilsa kerak. Va ular ishlamaganlar bo'lishi ham ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Men kasbiy ta'lim bo'yicha yana chuqurroq to'xtalamiz. Mayli. Konsaltinglar bitta fishkasini ham ochaman. O'quvchi boryapti-da, konsalting men ko'pchilik aloqaga chiqyapti shu bo'yicha. Konsaltingga boryapman, topga kim bor? Kursga topshirib beringlar desa, yo'q, siz kursga topshirmang. Maqsadingiz ish yoki maza qilib yashash bo'lsa, kasbiy ta'limga topshiring. Ularga viza chiqishligi osonroq bo'lgan nimaga tushunasiz? Viza chiqish osonlikda emas gap.
boshqa Qanaqa? fishka tarafi bor. Xo'sh. Xo'p, bu kollejlar, shu og'ir sanoatga registratsiya qilgan kollejlar ayrimlar shu eng ko'p kirib kelayotgan o'quvchilar, o'sha kollejlar confirmation fee beradi. Har bitta kirib kelgan o'quvchiga konsaltingga deylik $400 pul beradi. Shuni hisobiga ham O'zbekistondagi konsaltinglar to'la to'kis tilga kirib kelmoqchi yoki alsi bolalarga ham eng qiziqi. Alsi Shularga ham bolalarga ta'sir ham sen bakalavrga bormi, kasbiy ta'limga bor. Shundoq ham bakalavrga borib o'zi o'tkazib yuborayotganlar ko'p. Shunaqa. O'zi shu alsi bilan kelib ular nima qiladi kollejda? U yo'nalish ingliz tilida og'ir sanoatga registratsiya qilganlar juda ham kam. Boya aytganimdek, limit borligini hisobiga kasbiy ta'lim alsi bilan kirib kelganlar shuningdek boshqa yengil sanoatlarga o'tkazib qo'yapti. Bitirib qaytadan B2 bakalavr yuzasiga o'tishga majbur bo'lyapti. Bu konsaltinglar fishkasi, ochiq aytaman, aynan o'sha maslahat berayotgan kollejlar talabga javob bermaydi, o'quvchilar kelib rosa qiynalyapti. Buni nechta o'quvchi bilan men 1 yil davomida deylik bir necha yuzlab o'quvchi bilan hujjat taraflayman. Ishlayman Koreyaning ichida, har qanaqa muammolari bo'lsa telefon qilib so'raydi. Juda ko'p eshityapman. Kasbiy ta'limdan kirib kelganlar sizlarni ma'qullamayapti, Koreyaga kirib kelganlardan keyin shuni hisobini olib reklama beringlar. Reklama o'zi chunki men reklamani yomon ko'raman. Birda 2 xil ko'rsatadi yo birda 100 xil ko'rsatadi reklamada. Keyin haftada bir kunlik deb turib e'lon berib, kelgandan keyin 3 kun bo'lyapti. Bir kunlik narsa yo'q endi. Bundan buyog'iga onlayn dars 30% ga qisqartirildi. Hech qaysi universitetda haftada bir kunlik qonundan qilolmaydi. Stop 100% javob beraman. Qilolmaydi. Bakalavrdan, magistraturada qilish imkoniyati bor. Chunki ularni bitirish bali kamroq. Qilsa bo'ladi bemalol. Buni bakalavrda, kasbiy ta'limda, kollejda, ya'ni bir kunlik qilish qonunan iloji yo'q. Tushunarli. Va yaqinda o'zingiz Instagramingizga qo'ydingiz. Bir kunlik universitetga o'tkazmoqchi bo'lganlarni aytdingizmikan yoki bir kunlik universitetga o'tib bo'lganlarni vizasiz cho'ltirish muammosi bo'layotganligini aytdingiz. Shu haqida biroz gapirib o'tsangiz. Xo'p, bu Koreyaning ichidagi studentlarga juda ham foydali bo'ladi. Bundan oldingi qo'ygan videomda to'liq ma'lumot bera olmadim, shuni qisqalik qiladi. Hozirda immigratsiya tomonidan talab qo'yilgan bitta narsa, ingliz tiliga kirib kelganlar, shu kasbiy ta'lim bo'ladimi, Koreya universitet bo'ladimi, o'qishini ko'chirmasliklarini so'rayapti. Ko'chirgan taqdirda ham qanaqadir yaxshi sabab bo'lishi kerak. Ko'rsatib bera oladigan sababni keltirib immigratsiyaga ko'chirsa bo'ladi. Unaqa vaziyatlarda o'sha haftada bir kunlik deyiladigan universitetlar immigratsiyadan tekshiruv oladi. Ya'ni ingliz tiliga boshqa o'qishga kirib kelgan o'quvchi nimaga seni universitetga o'tyapti? Sababi bormi deb turib o'qishlarini tekshiradi. O'qish boshlangandan keyin unga vizasi chiqmaydi. Vizasi chiqmagan holatda immigratsiya tekshiradi. Shunaqa vaziyatda universitet boshqa muammolari kelishini orqasidan universitet o'zi admin qilyapti. Ingliz tilidan o'tayotganlarni o'zini o'qishga qaytaraveradi. Buni yana ko'p xato ma'lumotlar tarqalib ketdi. Korean tildagilar, ya'ni koreys tili bilan kirib kelganlar ham o'tish mumkin emas deb ma'lumot berib yuborishdi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Faqatgina kollejdan o'tayotganlar o'tgan yili 7-oyda yangilik chiqdi, 15-iyulda adashmasam. Topik 2 bilan 2 yil universitetini tugatmasdan boshqa o'qishga freshman bo'lib, ya'ni noldan o'tishga imkoniyati yo'q. Faqatgina topik 3 kerak bo'ladi, kamida. Shu narsa ko'pchilik noto'g'ri ma'lumot berib qo'yapti. Topik 3 bilan bemalol kasbiy ta'limda 1 yil o'qish kerak, lekin kollejda 6 oy o'qib o'tkazib bo'lmaydi. 1 yil o'qib, topik 3 bilan boshqa universitetga 4 yillik yetishsa bo'ladi. Bundan muammo yo'q, xudo xolasa. Ikkinchi, yana bitta muammo diniy universitetlarga kelib qolganlar. Diniy darsini olishga majbur bo'lgan universitetlar bor. Shunaqa yo'nalishlarga kelganlar bemalol ingliz tiliga kirib kelgan bo'lsa ham, korean tiliga kirib kelgan bo'lsa ham, boshqa universitetga o'tib ketish imkoniyati balandroq. Bu yerda immigratsiya buni qabul qiladi. Diniy taraflama muammosi borligi uchun. Din erkinligi bor bu yerda. Aynan o'shani eshitmaslikka haqqi bor. Shunaqa. E-viza haqida biroz ma'lumot bersangiz. Boya gaplashdik. No, agar yana jicha to'ldirish kerak bo'ladigan joy bo'ladigan bo'lsa, to'ldirib bersangiz yaxshiroq bo'lardi. Xo'p, yana O'zbekiston konsaltinglar orqali legenda top darajaga chiqayotgan viza shu magistratura e-viza hisoblanadi. Aytib o'tganimda, hech qanaqa toplik yo alts darajalari talab qilinmagan immigratsiya tomonidan. Immigratsiya tomonidan chiqarilgan elektron viza bu. Lekin universitet
suhbatidan yaxshi o'tib berish kerak. Shu darajada bilish kerak. Kamida to'plik 3 darajada biladigan odam O'zbekistonda to'pga registratsiya qila olmagan, lekin shu darajani biladi. Shunaqa o'quvchilar imtihondan suhbatdan o'ta oladi intervyuda. Kelsa bo'ladi bemalol. Ha, keyin uni universitetiga keladigan bo'lsak, hamma universitetdan qilib bera olmaydi uni. Qilib berishni xohlamaydi to'g'rirog'i, chunki o'zini qiladigan ishlari ko'p universitet tomonidan. Shuni hisobiga keyin kichik nufuzi balandroq universitetlar asosan qilib beryapti. Bu yerga bolalar faqatgina ishni o'ylab kirib kelib qiynalyapti. Yaqinda ham bitta Seulda o'qiydigan bola aloqaga chiqyapti akamiz. Men o'qishimni perevod qilaylik magistraturaga. Men e-viza deb kirib kelib olganman. Kontrakt otib kallasida chiqyapti. O'qish qiyin demayapti. Talabga javob bermaydi deyapti. Men xohlagan joyim emas ekan. Men mana shu elektron nufuzli o'qishlarni aytyapti. Mayli o'tiraman. Qiynalib bo'lsa ham o'sha yerda o'qiy. Men natijaga ko'zim yetyapti. Bu yerda meni ko'zim yetmayapti natijaga deb. U universitet aynan Sopqa uchun o'quvchilarni olib kirib kelayotgan universitetlar ekan men surishtirishim bo'yicha. Kontrakti ham qimmat. E-vizani qulay tarafi hozir talab ko'paygan sababi milliy daromad kerak emas. Banshot faqatgina bir kunlik qo'yiladi. Odatiy holda, odatiy vizada magistratura D2, 3 vizasida 1 oylik eng kamida $13,000, Seul hududlariga $16,000gacha banshot qo'yiladi. Bunda faqatgina bir kunlik. Yillik daromad talab qilinmaydi. Shu plyus tarafi bor xolos. Universitet turlari va ularni tanlashdagi xatoliklar. Xo'p, birinchi viza turlariga qarab universitetlar bo'lib chiqamiz. Universitetlar asosan 5 ga bo'linadi. Usul injiniring Tokyo, Ilprom Miman, ya'ni 1% nelegallar soni 1% dan past bo'lgan universitetlar, ya'ni tasdiqlangan deyarli shunaqa ko'p yo'nalishlarda tasdiqlangan universitetlar hamda oddiy injiniring Tokyolar, Ilban Tokyo oddiy universitet deb tarjima qilinadi. Konsalting universitetlar hamda Chorniy spiskiga tushgan, ya'ni qora ro'yxatga tushgan Chehan deyiladi. Shu universitetlar bor, 5 ga bo'linadi. Bularga misol til kursiga topshiradiganlar yoki bakalavrga topshiradiganlar Ilban Tokyoga topshirsanglar bo'ladi. Telex viza olsanglar bo'ladi til kursiga, oddiy universitetlarga. Magistratura e-viza topshirmoqchilar faqatgina injiniring yoki usul injiniringlarga topshira oladi. Shu farqlari bor. Hamda O'zbekistondan kelishda, universitet tanlashda eng avvalambor Koreyada yaqin tanishlari bor bo'lgan shaharni tanlab, o'sha yerdagi o'ziga to'g'ri kelgan universitet tanlashlarini maslahat beraman. Sababi bu yerda yangi kelgan o'quvchi ancha qiynaladi. Agar tanish bilish bo'lmaydigan bo'lsa, keyin ko'p konsaltinglar juda ham chekka bo'lgan hududlarga jo'natib yuboryapti o'quvchilarni. Aynan kasbiy ta'lim. Ayrim til kurslari ham bor. Eng yomoni shunaqa universitetlar bor, hujjatini bermayapti til kursida kelib, biz universitetda o'qiysan, chunki biz konsalting bilan xuddi shu uslubda shartnoma qilganmiz. U jo'natgan o'quvchilar biz bakalavriga olib o'tishimiz kerak. Chiqarib yuborish imkoniyati yo'q, niyati yo'q. Anchagina muammolar orqali hujjatlarni olish imkoniyatiga ega bo'lgan o'quvchilar 100 tadan 5 ta o'quvchi bo'lsa kerak. O'sha til kursiga kelganlarda ancha muammo bo'ladi. Shularni ham hisobini olib topshirishlarini maslahat beraman. Qishloq joyidami, shahar joyidami, sentrlashganmi, sentrlashmaganmi? Chunki student vizalar asosan qonuniy ishlaydigan ishlar, oshxona, 24 soatlik do'kon, restoran, kafe, shunga o'xshagan ishlarda qonuniy ishlay oladi. Shahar markazlarida ishlasa bo'ladi bu yerda. Shunaqa. Yana bitta maslahat bermaydigan joyim, bu tajribadan kelib chiqib, Seulni maslahat bermayman. Chunki Seul juda ham sentrlashgan poytaxt, yashash qimmat, uylar qimmat, hamma yo'q qimmat. Shuni hisobiga birinchi keladigan o'quvchilarga men Seulni emas, boshqa joylarda maslahat beraman. Men maslahat berayman, bu sanda ko'payib ketyapmiz. Azal albatta xohlagan joylarga kelsanglar bo'ladi. Lekin Seul to'g'ri fikr. Bu yangi kelgan o'quvchiga, bo'laman til kursiga kelgan o'quvchiga juda ham bir qiyinchiliklar tug'diradi, sababi uy qimmat, boya aytib o'tganingizdek, ish topish, topsa bo'lgani bilan o'qishingiz ko'pligini hisobiga ishlash soatlaringiz kamayadi va qiyinchiliklar o'z-o'zidan tug'ilib keladi. Rahmat kattakon. Xo'p, keyingi savol. O'sha universitetdagi xatoliklarni gaplashib o'tdik. Va endi bu yerda yana bir savol tug'iladi. Studentlar qonuniy ishlash mumkin bo'lgan joylar.
yoki ish turlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketsangiz. Xo'p, studentlar daromadi va qaysi sohalarda ishlay olishi haqida gaplashadigan bo'lsak, studentlar bundan oldingi gapda ham aytdik, 24 soatlik do'konlar, kafelar, restoranlar hamda oshxonalarda ishlash imkoniyatiga ega belgilangan vaqt oralig'ida. Hamda bu viza turlariga ham taalluqli. Til kursida boshlang'ich 6 oy deyarli imkon yo'q. Undan keyin hafta kunlari, ya'ni dushanbadan jumagacha haftasiga 10 soat, shanba yakshanba limiti yo'q. Hamda ta'til vaqtida to'liq Cheksiz. full variant ishlasa bo'ladi. Bakalavrga keladigan bo'lsak, kasbiy ta'limdan boshlaymiz. DQ1 o'sha kollej vizasida birinchi yilida ruxsat olish juda ham qiyin deyiladi, chunki bu ishlashga ham ruxsatnoma olish kerak immigratsiya orqali. Birinchi yilda qonunan cheklanmagan taqdirda ham birinchi yilda ruxsatnoma olish juda ham qiyin. Ikkinchi yildan boshlab ruxsatnoma olib, dushanbadan jumaga qadar 15 soat, ayrim kollejlarda 20 soatgacha ruxsat beriladi. Hamda 900 daraja talab qilinadi ko'p hollarda. Hop, DQ2 ya'ni bakalavr vizaga keladigan bo'lsak, universitet turiga qarab, ya'ni oddiy ilban texnik yoki intin texniklarga bo'linadi. Haftasiga minimum 20 soatdan 30 soatgacha ishlash imkoniyatiga ega, qachonki ko'plik 3 dan yuqori bo'lgan holatda yoki IELTS 5,5 dan yuqori bo'lgan holatda haftasiga jumagacha 30 soat maksimum, shanba yakshanba kunlari bez limit 12 soat ishlasa bo'ladi. Shunda 50 soat atrofida haftasiga bo'ladi. Eng kam shaqqa bilan hisoblaydigan bo'lsak, $8 dan hisoblagan taqdiringizda ham haftasiga bir $400 atrofida. Haftasiga $400, oyiga $1,600 maksimum topsa bo'ladi. Magistratura bakalavrga nisbatan 5 soat qo'shimcha bo'ladi xolos. Tushunarli. Rahmat kattakon. Xo'p. Bitta qiziqarli savol kelibdi. Qaysi konsaltingda maslahat berasiz? Endi bu yerda savolni to'g'rilaymiz biz. Qaysi konsaltingda maslahat berasiz emas, balki konsaltinglarda murojaat qilishdan oldin nimalarga e'tibor berish kerak degan savolni bersak, menimcha o'rinliroq bo'ladi. Nima demaysiz shunga? Xo'p, to'g'ri, bu mavhum savol. Qaysi konsalting bilan ishlasam yaxshi degan. Chunki har bitta bola uchun, har kim uchun deylik bitta konsaltingni maslahat beriladigan bo'lsa, u hammaga manfaatli bo'lmasligi ehtimoli bor. Albatta. Hammani vaziyati har xil, viza chiqish darajasi ham har. Eng avvalambor e'tibor beriladigan 100% viza deydigan konsaltinglar hamda 2 oy yoki ma'lum bir muddatda aytadi, shu vaqtda sizlarga kerak uchirib yuboramiz deb ma'lumot beradigan, deb ma'lumot beradigan hamda Koreyaning vizalari, ya'ni o'sha study vizalari to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lmagan konsaltinglarga topshirmasliklarini maslahat beraman. Yaqin o'rtada bitta vaziyat bo'ldi. Bitta qiz Seulga kirib kelgan. Konsaltingni bee'tiborligi yoki mas'uliyatsizligi deb yotoqxonaga registratsiya qilolmagan o'sha konsalting o'sha qiz uchun. U qiz kirib kelgan vaqtda hamma biladi, Koreyadagilar o'qish boshlangan vaqtda o'qishda atrofidan, universitet atrofidan uy topish global muammoga aylanadi. U qiz Seulda o'qishi bo'lganligi uchun o'qishda atrofidan uy topa olmagan. Topgan taqdirda ham depozit pullari hamda oylik to'lovlari juda ham baland. $4,000 depozit puli so'ragan, oyiga $300 atrofida oylik to'lov. Bu qaysi shahar bu? Seul. Seul, to'g'ri. Boya aytganimizdek, uylar qimmat, umuman yashash qimmat. Mana bu yoqda ham aytyapti, 4 million won bu uyga juda ham katta summa bu. 5 million won deydi, $4,000. Albatta. Bu konsaltingda xatosi, mas'uliyatsizligi. Shu mas'uliyatsizligida o'sha qiz O'zbekistonga qaytib ketmoqchi bo'layotgan edi o'sha vaziyatda. Endi oradan bir oycha vaqt o'tdi deyarli. Hozir qanaqa vaziyatda bilmayman, lekin uydagilari bilan gaplashib qaytib ketish vaziyatiga tushib qolgan o'sha qiz. Chunki bunaqa vaziyatda yashash juda ham qiyin, ayniqsa qiz bola. Albatta. Shunaqa. Albatta, shu uy masalasida yaqinda bizda ham bitta muammo bo'ldi. Shuni bir eslab o'tsam, balki joiz deb bildim bu narsani. Bu balki kulgilidir, balki bir achinarli holat. Sababi o'zimizning universitetga o'quvchilar kirib keldi-da. Bu yerda o'zimizning konsalting orqali kelganlar ham bor.
va aynan o'sha kuni ularni hujjatlarini topshirib, universitetga tanishtirib ularni olib kirib o'tirgan paytimizda universitetga topshirgan boshqa konsalting o'quvchilar ham kirib keldi. Bu yaxshi, kirib kelgani yaxshi, lekin shunday bir katta bir xatolik bo'ldiki, ularga aytdik, Kexsoda o'sha uy muammosi bo'ldi va uy muammosida aytdik, Kexso nima qilasizlar desam, bizga konsalting aytgan, borgandan keyin universitetga pulini to'lab kirib yotoqxonada yota olasan degan dedi. Men hayron qoldim, sababi o'zingiz bilasiz, buni hamma ham biladi. Butun boshli bitta semestr ochilgandan keyin faqatgina O'zbekistonga ochilmaydi u semestr. Butun dunyodan keladi. Ya'ni juda ko'p, butun dunyodan desam adashaman-chi. Ko'plab davlatlarda universitetga kiradi va boya aytib o'tganingizdek, Qashqardagi universitetga yaqin atrofidagilarda ham birinchidan uy muammosi qiynaladi, ikkinchidan yotoqxona to'l bo'ladi, boya aytganingizdek. Va domla aytdi, qaysi konsalting, kim aytibdi unga dedi. Kim aytibdi deganda men aytdim, konsalting aytibdi unga. O'sha yotoqxonaga pulni berib kirib keta olasan debdi desam, konsaltingga aloqaga chiqsam, uy topib bersin unga dedi. Deganda unga aytdim, konsaltingga aloqaga chiqdi va u konsalting bilan bog'lana olmadi va men aytdim unga. Keling shuni ertaga Kexsosini olib kelib beramiz, ya'ni uy shartnomasini, bugun qolgan hujjatlarni qabul qilib turing, men bunga yordam berib, o'zingiz bilasiz, konsalting yordam bera olmaydi. Men yordam berib uy topishib yuboraman desam, sen yordam berma dedi. Vaholanki xo'p dedim unga, o'zbekmiz, ularga iloji boricha qo'ldan kelgancha yordam berdik. Shu narsani eslab qolinglarki, konsaltingga borgandan keyin shu masalani aytinglar. Sizlar yotoqxonada yotmoqchimisizlar? O'sha konsaltingga aytishinglar esdan chiqmasin. Meni yotoqxonaga shinchon qilib qo'yinglar. Ya'ni registratsiyadan o'tib qo'yinglar. Men hozir pulni to'lab beraman deyish esinglardan chiqmasin. Shu bizda ham o'sha uy muammosi jichcha muammo bo'ladi. Va agar yotoqxonada yotish niyati bo'lmasa sizlarda uylardan ko'proq pul olib kelinglar. Hozirgi yilga Koreyada ham o'z-o'zidan narxlar oshdi. Uylarda depozit ham oshdi, uylarda depozit bor bu yerda va narxlar ham oshdi. To'g'ri. Keyingi savolga o'tsak ham bo'laveradi menimcha. Xo'p, Koreyaga kirib kelayotgan va kirib kelgan o'quvchilarda viza cho'zdirishdagi xatolar haqida gaplashsak. Bu Koreyadagi o'quvchilar tarafidan juda ham ko'p ko'rilyapti xato qilishlar. Xo'p, kirib kelgan universitetdan eng birinchi o'rinda o'zimizning shartnomadan boshlaymiz. Kirib kelgan universitet haftada 1 kun yoki 2 kun deylik. Shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, bolalar uzoq masofaga borib ishlab, o'qish kunlari kelib darsini o'tib ketyapti. Shunaqa vaziyatda viza cho'ziladigan payti kelib qolsa, uy shartnomasini universitet atrofidan qilish kerak. Immigratsiya bo'lmasa viza cho'zib berish ehtimoli juda ham past. Shunaqa vaziyatda o'quvchilar soxta uy shartnomasini qilyapti. Buni deylik bitta ko'shivon deylik yoki bitta vonrumdan yoki qaysidir podonsan, ya'ni uy topib beradigan firmalar qilyapti. Qanchadir pul evaziga, ya'ni ba'zi hollarda buni o'rtaga o'zbeklarimiz ham tushib beryapti. Bu vaziyatda deylik bitta uyga bitta odam qilinmaydi. Kamida 10 ta 15 ta, balki undan ham ko'proq Kirib ketishi mumkin. Buni immigratsiya viza cho'zilish jarayonida har bitta o'quvchining ma'lumotini uy joylarga kirgizayotganda bir xil uylar bilinish ehtimoli juda ham baland. Hamda bunaqa vaziyatda immigratsiya o'sha uylarga tekshiruv jo'natyapti. O'quvchi u yerda yashamasligini isbotini qilib oladigan bo'lsa, hech qanaqa nima desam, kechirimlarsiz deportgacha boryapti. Bu yaqin 1 yil, 1,5 yil ichida juda ham ko'p bo'lgan vaziyat. Hamda mana shu mavzusini ochadigan bo'lsak, Koreyada nechta joylar bo'lsa, hududlar, katta provinsiyalar bo'ladigan bo'lsa, har bitta provinsiyasining o'zining immigratsiyasi bor. Har bitta immigratsiyaning o'zining talablari bor universitetga ko'chirishda yoki viza cho'zishda. Qaysi immigratsiyalar Koreyaning ichidan, masalan, bir kunlik banshot qo'ysa ham bo'laveradi, bez problem. Qaysi universitetlar, qaysi immigratsiyalar bor, qaysi hudud immigratsiyalar O'zbekistonning ota-ona nomidan pul chaqirganligi to'g'risida historiya, tarixini so'rab qoladi kartasini. Shunaqa vaziyatda o'quvchilar shu hududlarda yaxshi o'rganmasdan topshirgan, bir kunlik banshot qo'ygan, ertasi kuni uni pulga egasiga qaytarib olgan. Ko'pchilik biznesmenlardan oladi foizga. Albatta. Bu o'zi har taraflama noto'g'ri.
minus shuni hisobiga topshirayotgan joylarni yaxshi o'rganib, agar bir oylik banshot bo'ladigan bo'lsa, ota-onalar nomidan chaqirtirib, bir oy mobaynida pulni olmasligilar kerak. Olmasligi kerak o'quvchilar. Agar olgan taqdirda immigratsiya qaytadan istoriya so'rab oladi. Bu istoriyada pul kimdan kirgani yoki kimga chiqib ketgani haqida isbot talab qilinadi. Shu vaziyatlarda agar uni biznesmenlardan, ya'ni begona shaxsdan olganligi bilinadigan bo'lsa, anchagina jarima yoki bu ham deportgacha borish ehtimoli bor. Oldin bunaqa muammolar bo'lmardi. Ya'ni O'zbekistondan chaqirgandan keyin qanchadir muddat, ya'ni bir oylab turishligi adashmasam shart bo'lmardi. Bu Koreyadagi O'zbekiston studentlarining nelegal bo'lgan o'quvchilar soni ko'payishidan immigratsiyalar o'ziga yarasha to'siqlar qo'yadi. Qiyinchiliklarni yaratib beryapti bu o'quvchilar. Bunga o'zimiz aybimiz ham bor. Chunki mana aytyapman, bu shartnoma. Bu ko'pchilikga oddiy holda tuyulishi mumkin. Lekin bu shartnoma juda ham jiddiy hujjatga aylanib boryapti bora-bora. To'g'ri, Go'shivon haqida ma'lumot bersangiz. Aytgancha Kiyakso bermaydi-yu. Go'shivon beradimi? Beradiganlari bor. Bor. Biz yaqinda Chongjuda bo'lgan vaziyat. Nechta bir o'quvchi, 10 dan oshig'ani bir nechta Go'shivondan qilgan o'quvchilar bitta Go'shivonni kamida 5-6 dan o'quvchini danilariga kiritilgan Kiyaksoda. U hammasiga alohida qilib bergan, lekin bitta manzil. Buni immigratsiya bilib qolib, hozir ularni chorasini ko'ryapti. Katta ehtimol kattaroq jarima chiqadi. Bu agarda universitet qaysi taraflama o'rtaga tushib yordam bera olmasa, deportgacha boradi. Aytgancha ma'lumot o'rnida aytamiz, Go'shivon nima yoki qanday uy deydigan bo'lsanglar, Go'shivon bir xona, deyarli uni ovqat qiladigan joyi ham yo'q. Bitta xona, sizning divaningiz bo'ladi, dars qiladigan mana stolingiz bo'ladi. Shu nechigina xona desak bo'ladi. 2 desak ham bo'ladi. Katta bo'lib ketadimi? 2 Dushi ham, oshxonasi ham общий bo'ladi. Umumiy bo'ladi. Umumiy bo'ladi. Yotoqxona tipi, yotoqxona desa. Divan bo'ladi, shkaf bo'ladi bo'ldi. Shunaqa yotoqxona. Shuning uchun Go'shivon biroz qiyin yashash. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Bizga kommentariyadan yana bir savol kelibdi. Oilaviy viza haqida ham aytib o'tib keting debdi. Bir qator shuni haqida agar ma'lumot bo'lsa sizda. Xo'p, oilaviy viza asosan S3 yoki F3 taklif vizalari hisoblanadi. F vizalar. Koreyada doimiy istiqomat qiluvchi vizaga ega bo'lganlar o'zini ayolini, ota-onasini taklif vizasi orqali chaqirsa bo'ladi. Aka ukasini chaqirish juda ham qiyin. Buning uchun ayrim bir koreys fuqarosiga uylanish yoki yerga tegish shunaqa darajada chaqirsa bo'ladi aka ukasini. Lekin odatiy holda oilaviy viza bilan faqatgina ota-ona va ayolini chaqirsa bo'ladi. Menimcha bu savol bergan insonimiz Koreyadagi o'sha oilaviy viza haqida ma'lumot bering deganda nimani nazarda tutdi desak, ya'ni universitet bitirgandan keyin yoki universitet o'qish davomida qanaqadir oilaviy viza bilan, ya'ni meni oilam deb turib ota-onasini chaqirishni nazarda tutdimikin? Chunki to'liq yozmagansizlar savolni. Biz shunaqa ta'riflayapmiz. Agar xato bo'lsa, yozib qoldirsanglar, keyinchalik o'zimiz alohida video qilib chiqaramiz. Bakalavrdan keladigan bo'lsak, bakalavrda bu ham universitet turiga bog'liq, nufuzi baland national davlatga tegishli yoki xususiy universitetlarda ham nufuzi baland bo'lgan universitetlarda o'qisa, ota-onasini chaqirish ham muammosi, ayollarini chaqirishi ham muammosi bo'lmaydi. Lekin oddiyroq universitetlarda o'qigan talabalar faqatgina ota-onasini chaqirishga imkon topsa bo'ladi, lekin ayolini chaqira olmaydi bakalavrda. Magistraturaga keladigan bo'lsa, magistraturada ayolini chaqirish imkoni bor. Har qanaqa universitetda o'qisa ham, lekin bir ikkita e'tiborga oladigan joylari bor. Magistraturada bironta joyda ishlamasa, qonuniy, ya'ni magistrda haftasiga bemalol 50 soatgacha ishlab, qonuniy daromad topsa bo'ladi. Haftada 1 kun yoki 2 kun bo'ladi. Shunaqa, maksimum 2 kun deylik. Maksimum 2 kun desa bo'ladi. Shunaqa vaziyatlarda siz immigratsiya yoki elchixonaga siz o'zingiz daromadingizni keltirib bermasangiz, viza chiqish ehtimoli past ayoliga. Ota-onaga chiqadi. Ota-onasini chaqirsa bo'ladi. Bakalavridagilar ham asosan sabab kerak chaqirish uchun. Daromadlari, oilaviy, banshot, yillik daromad va hokazo hujjatlar kerak bo'ladi. Bakalavrda chaqirayotganlarga maslahat asosan bitirayotganinglarda, ya'ni so'ropshik bo'ladi bizda, bitiruv marosimiga aniq bir sabab bo'lishi kerak. Men shuncha vaqt Koreyada o'qidim.
meni bitiruv marosimimni ota-onam shu yerda real holatda ko'rishni xohlayman deb yozib beradigan bo'lsa, ota-onaga viza chiqish ehtimoli juda yuqori. Bakalavrizda ham, oddiy universitetda o'qigan taqdirda ham. Ha. Qarang, shu yerda yana bitta savol tug'ilyapti. Bakalavrga kirgandan keyin qancha muddatdan keyin ota-onasini chaqirsa bo'ladi o'zi? Maksimum. Misol Bir uchun yil deylik. birinchi Sababi o'sha u kirgan yili chaqirishi mumkinmi yoki-da immigratsiya yoki elchixona o'ylaydi, bu o'quvchi ketganiga qancha bo'ldi? O'zbekistonga kirib keldimi? O'sha o'qish paytida kirib kelgani yoki umuman kelmagan bo'lsa, viza olish ehtimoli balandroq. Belgilangan vaqt yo'q menimcha. Ha, ota-onasi biror marta kirib kelmagan bo'lsa Yo'q, demoqchimisiz? o'zi O'zbekistonga borib kelmagan bo'lishi kerak. Sababi sabab keltirayotganimizda ota-onamni ko'rgim kelyapti. Ko'rmoqchiman Ha, deb to'g'ri, sabab to'g'ri. yoziladi. O'rtada vaqt bo'lgan bo'lishi kerak. O'rtada hech bir yil vaqt bo'lgan bo'lsa, Ha. ota-onasiga viza berish Tushunarli. ehtimoli bor. Daromadlari ayniqsa universitet tarafidan taklifnoma, maqtov yorliq deydimi, maqtovnoma deydimi? Ha. O'quvchi to'g'risida maqtovnoma yozib berish kerak. Shularga e'tibor bersa bo'ladi. Va ular ota-onalar vizani qancha muddatga olishadi? Bir oyga. Bir oy davomida sayohat oy. qilib bemalol Shunaqa. ko'rishib ketishi mumkin. 1 oydan 3 oygacha bo'lish ehtimoli ham bor. Asosan 1 oyda o'zi 1 oyga o'zi studentlar ham ancha 1 oy davomida ota-onasi keladigan bo'lsa, bemalol har qanaqa aylanadigan joylarga olib borib, bemalol Ulgiydi. damda olib jo'natib olsa bo'ladi. Va shu o'rinda bitta ma'lumot qisqacha. Menimcha Goshivondagilar va shunga o'xshagan Vonrumdagilar chaqirolmasa kerak. Uyni ham qanaqadir nimasi bo'ladi, ta'siri bo'ladimi? Nima deysiz? Men yaqinda eshitib qoldim birovdan. Agar siz kichkina uyda yashaydigan bo'lsangiz, yetarlicha bir ota-ona bilan yashaydigan darajada katta uyingiz bo'lmasa, chaqirishingiz qiyinroq bo'ladi dedi. Yaqinda eshitganim. Shuning uchun savol beryapman. Uy qanchalik ahamiyatga ega ota-onani chaqirayotganda? Buni men o'zimni tanishlarim orasida bu muammoga duch kelgan o'quvchilar yo'q. Lekin qaysi bir taraflama hisobga olsa kerak. Sababi Vonrumda tursa, ota-onasi keladigan bo'lsa, qiynalib qoladi. Turumda shartnomasini beradigan bo'lsa, keyin elchixonaga jo'natilayotganda uy shartnomasi adashmasam kerak bo'lmas. Kerak bo'lmaydimi? Kerak bo'ladigan taqdirda ta'sir qilishi mumkin. Men uni aniq hozir esimda yo'q. Agarda uy shartnoma beriladigan bo'lsa, Vonrumniki ta'sir qiladi. To'g'ri. Keyin agarda ota-onasi viza olib kirib kelsa ham qisqa vaqt ichida mehmonxonalar ham bor bu yerda turgan. Albatta. Buni juda jiddiy muammo deb ko'rmaydi menimcha. Tushunarli. Rahmat kattakon. Xo'p, yana bir oxirgi savollarimizdan biri oliy ta'lim. Oliy ta'limni tugatgach qaysi vizalar olsa bo'ladi deb savol yo'llashibdi. Xo'p. Juda ham yaxshi savol, keng mavzu. Buni O'zbekistondan kirib kelayotganlar, misol Koreyaga kirib kelib, o'zini ko'proq fokusini ishga qaratganlarda ham ko'p bo'ladi bunaqa narsa. Yangi kirib kelganlarni sindirib qo'yish ehtimollari juda ham ko'p bo'lyapti hozir vaziyatlar. O'qib ham bo'larding degan narsalar bor. Chunki ularda vizalar haqida to'liq ma'lumot yo'q. Shuni hisobiga ham o'qib ham bo'larding. Bitirib sen ish topa olmaysan degan narsalar bo'ladi. Lekin bakalavrni bitirib E703 viza, E701 viza olsa bo'ladi. Eng aniq tarjimonli, qanaqadir ofislarda, ofisni ishlarda shunaqa vizalar olsa bo'ladi. Asosan magistr vizani bitirishlari kerak. D203 vizani bitirib, E703 vizasini olsa bo'ladi. Balsiz tizimda E7 olsa bo'ladi. Faqatgina talablari bor. Topik 4 hamda KIP Sadange deyiladi. O'sha KIP immigratsiya darslarini 4-bosqichni tugatgan bo'lish kerak. Bundan keyingi vizalarimiz F vizalari bor. F2R hamda F7 va F5. F2Rdan boshlasak, F2 aholi soni kamayib ketgan hududlarga yashash uchun beriladigan viza. Bu yerda aholi kam, ishchi kuchi yetishmaydi. Bunaqada talab bo'ladi. 4 yillik universitetni bitirgan taqdirda ham Topik 4 yoki KIP 4 bosqichi shu orqali bemalol F2 ga topshirsa bo'ladi. Muammosi yo'q uni o'tishda. Endi bakalavrdan Primboy to'g'ridan to'g'ri yoki E7. Keyin men maslahat beradigan, men o'zim ham shunday yo'nalishda ketyapman, shu niyat bilan, Xudo xohlasa. F7 vizasi bor. Bu balli tizimda beriladi. 80 balli tizimni yig'ib borsangiz, o'qish paytida shu Koreyada yashash davringizda 80 ball yig'ib olsangiz, magistrni tugatib F7 olish imkoniyati bor.
Buning uchun bolalar o'qish paytida Funksiya Hollong'da immigratsiyadan ko'ngillilar xizmati Ko'ngillilar jamiyat. shunaqani 1 yildan 3 yilgacha e, bajarib qo'ysanglar, xudo xohlasa, u ham ball beradi. O'sha juda ham muhim ball. Qarang, 1 yilda qancha ball yig'ish kerak bo'ladi? Soatga qarab bo'ladi. Deylik eng kamida adashmasam 32 soatmi shunaqa dars. 1 yilda 32 soat. Ha, buni hech qancha muammosi yo'q. Shuni qilib qo'yiladigan bo'lsa, bitirgandan keyin to'piy darajalar maksimum, KIP darajalar maksimum, hamda bakalavr diplom, magistr diplom, Koreyada misol 5 yildan oshiq yashagan bo'lsa yana ball beradi. Shunga o'xshagan ballar bilan 80 ball bo'ladi, bemalol bo'ladi. Agarda funksiya Hollong qilinmasa, immigratsiyaning ko'ngilli xizmatini bajarmagan bo'lsa, o'sha ball yetmay qolish tufayli odamlar E7 ga o'tadi majburan. Sababi E7 da 32 milliondan 30 milliondan baland daromad topib 3 yil ishlab beradigan bo'lsangiz, soliq to'laysiz-ku davlatga. Sizga yaxshigina ball beradi. O'sha ball bilan keyin F7 ga o'tishadi. Yokida F5 ga o'tib ketsa ham bo'ladi. F5 vizasi doimiy yashash viza, ya'ni 50% lik yashash huquqini faqatgina prezident saylovlariga qatnasha olmaydi. Qolgan har qanaqa holatda koreys bilan darajasi bir xil bo'ladi. Shunda F2 bu qanaqa viza haqida, vizaligi haqida bir qator aytib o'tsangiz. F2 aholi soni kamayib ketgan qizil hududlar bor. Aha. O'sha hududlarga beriladigan viza, ishchi viza, faqat ishlaniladi. Va u qanchaga beriladi? 1 yildan 2 yilgacha cho'zdirib boriladi. Bu yerda boya aytib o'tgandek F2 7 vizasi ham 1 yildan 3 yilgacha cho'zib boriladi. Har yil o'sha vaqt kelganda cho'zib yuriladi. F5 vizasi faqat muddati yo'q. Har 2 yildan adashmasam Koreyaga kirib kelish kerak. Masalan, O'zbekistonda yursa ham bo'ladi F5 ta olib. Qanchadir vaqtda Koreyaga kirib kelib istiqomat qilish kerak. Tushunarli. Eng yaxshi viza F5 vizasi. Xudo xohlasa, Koreyaga kirib keladiganlar shunlarni oldindan bilib, shu darajagacha niyat qiladigan bo'lsanglar, shu niyat orqali harakat qilsanglar, xudo xohlasa, bemalol shu yaxshi vizalarga ega bo'lib, O'zbekistonga borib kelishda muammo yo'q, oilani chaqirishda muammo yo'q, ayol farzandlarni chaqirishda muammo yo'q, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Va oxirgi savollarimizdan biri, ya'ni Koreya o'zi to'g'ri tanlovmi? Xo'p. Men shu paytgacha faqatgina Koreya to'g'risida real ma'lumotlarni, kimlargadir yoqmasa ham real ma'lumotlarni olib chiqyapman. O'zimdan kelib chiqaman. Men o'zim Koreyani tanlab to'g'ri tanlov qilganman. Shu paytgacha doim isboti bilan keladi. Faqatgina bolalarga men 100% maslahat beraman, o'g'il bolalarga. Chunki o'g'il bolani Koreyaga kirib kelib musofir bo'lishi, hamda bu yerda oliy ta'limi, O'zbekistonning oliy ta'limidan farq qiladi, agar yaxshi o'qiydigan bo'lsa. Albatta. 100% holatda men o'g'il bolaga maslahat beraman. U bola O'zbekistonda qanaqa daromad topishidan qat'iy nazar Mashhadga kelib musofir bo'lib o'qishini maslahat beraman. Qizlarga keladigan bo'lsak, bunga 100% blok qo'yib bo'lmaydi qizlarga ham. To'g'ri. O'qishga to'sqinlik qilib bo'lmaydi, lekin musofirchilik degan narsa bu juda ham qiyin. Musofirchilik o'g'il bolaga, o'g'il bolani chiniqtiradi, boshqa qiladi. Lekin qiz bola ancha qiynaladi deb o'ylayman. Ko'ryapman ham. Qizlarga maslahat, iloji boricha agar o'qimoqchi bo'lsanglar, GKS granti. Bu haqda men o'zim to'liq ma'lumotga ega bo'lmaganim tufayli GKS granti orqali kirib kelishinglarni, ya'ni 4 yillik 100% tekin hamda har oyga deyarli $1000 dan stipendiya oladigan $1000 ga yaqin. $1000 ga yaqin. To'g'ri, anaqa. Aniqroq gapirsak, $1000 ga yaqin. Qaysi universitetlar $1000 ga yaqin ham beryapti. Demak, hammasi men eshitganimda, oxirgi marta eshitganimda 900 ming wonga yoki 1 million ham emas, adashmasam 900 ming won beradi deb eshitgandim. Yildan yilga oshyapti. 1.400 gacha boryapti hozir GKS. Yo'q, ha. Bu qizlarimiz uchun juda ham ma'qul variant. O'g'il bolalarga ma'qul bo'lmasligi mumkin, chunki 1.400 bu bir oyga yetmay qoladi. Qizlarga lekin yetadi deb o'ylayman. Qanchadir miqdorda ishlaydi baribir hamki. Chunki nimaga qizlarga yetadi deb o'ylayapmiz? Bu yerda bitta sabab bor. Qizlarda kirib kelayotgan qizlarda aytaylik 20-25% gina ishlash maqsadida kirib kelishligi mumkin. Hali asosiy maqsadini ishga qaratib kelishligi mumkin. Pul topish maqsadida. Qolgani menimcha juda katta qismi o'qish maqsadida, karyera qilish maqsadida kirib keladi. Ya'ni o'g'il bolalar bilan teppa teskari.
Shunaqa. Bunaqa vaziyatda agarda kontraktli universitetga kirib keladigan bo'lsa, musofirchilikdagi muammolar tufayli, hayot tarzlari tufayli o'quvchilar, qizlar ayniqsa ishlashga majbur bo'lib qoladi. Ishlash jarayonida qonuniy ish topolmaydigan bo'lsa, misol immigratsiya reydlari vaqtida ushalib qoladigan bo'lsa, katta jarimalar solinadi. Albatta. Depressiyaga tushadi, stress oladi. Bunaqa vaziyatda qizlarga men maslahat bera olmayman. Ayollarga balkim bo'lishi mumkin, lekin qizlarga, ayol bilan qiz farqi bordek, Farqi bor. yosh qizlarga men Koreyani kontrakt sifatida kirib kelishlarini maslahat beraman. Iloji boricha grant yutishga harakat qilish kerak, maksimum darajada. Biz qizlarni Koreyada o'qishligini qoralamoqchi emasmiz va bundan to'smoqchi emasmiz. Bundan asosiy sabab biz faqat grant olib kelishligini nazarda tutib gapiryapmiz. Grant asosida kirsa eng oqilona yo'l. Boya eshitib o'tdinglar o'zinglar qanchalik darajada imkoniyatlar berilishini. Hatto o'zimiz o'g'il bolalar, mana haligi mavzudan tashqari odamlar chiyillayapti Koreyada. Shunaqa O'g'il boshqa bolalar chiyillayapti, moslashib olguncha 1 yil yo 2 yil vaqt ketadi. shunaqa Chi desa hisob emasdi-yu, To'g'ri. shunaqa bolalarda bo'lyapti. Bu qizlarda menimcha 2 barobar yuqoriroq bo'ladi. Chunki qiz bola u To'g'ri, tanish bilish kam bo'ladi, chiqish ketish qiyin bo'ladi. Hamma bilan gaplasha olmaydi. to'g'ri. Ishonchli odamlar kam. Shuni hisobiga ham biz yaqin olib aytamiz o'zimizni musulmon qizlarga. Janubiy Koreyaga kirib kelish to'g'ri. Blogerlar olib chiqqan eng xavfsiz davlat deb. O'zbekiston ham xavfsiz, Xitoy ham xavfsiz, Yaponiya ham xavfsiz, hamma davlat xavfsiz. Urush bo'layotgan joyga bormasak hisob, xavfsizligi bu bahona bo'lmaydi, to'g'risi. Kirib kelishdan oldin maqsad qilib, shu grantlar asosida kirib kelsa, qiyinchiligi kamroq bo'ladi. Endi hamma ham biladi, qiz bolaga qiyinchilik yomon ta'sir qilishi mumkin. To'g'ri. O'g'il bolaga qiyinchilik o'stiradi, %100 o'stiradi, To'g'ri, lekin qiz bolaga bu 50-50 vaziyat bo'lishi mumkin. Hammaga ham tegishli emas-ku. Misol kommentariyada o'zingizlar fikringizni bildirsanglar ham bo'ladi. Koreyadagi akalar yoki opa-singillar. Faqat iltimos qizlarni yo'lini to'sariga nima desam, maslahat bermayman, bormasin degan emas, chiroyliroq vijdonan nechidir yildan kelgan qizlar voyaga 7-18 yoshda va uni IELTSdan 7-8 darajasi bor, topikdan bir eng yuqori 6 darajasi bor. Uni grant bilan kutmoqchi chet eldagi universitetlar. Shu nazar asosida qaraylar. Nima deymiz? To'g'rimi? Haligida nima desam bo'ladi? To'g'ri, yomonlar ham bor, lekin yaxshilar undan ko'proq. To'g'ri. Shuning uchun yaxshiroq fikr bildirishinglarni iltimos qilaman. Chunki bu videoni qizlar ham ko'radi va qizlarning ota-onasi ham ko'radi. Ota-onasi ko'rganda qizlarga juda ham qiyin ekan deb o'ylamasligi kerak-da. Bu o'zini qiziga, bilimiga bog'liq bo'lishligini o'zi anglab yetish kerak. Rahmat akajon. Xo'p, umumiy mavzudan aytadigan bo'lsak, ya'ni Koreyaga kirib kelmoqchi bo'lganlarga va qiz boladir, o'g'il boladir o'shalarga va bu yerda o'qib yurganlarga maslahatingiz. Kirib kelishdan oldin Koreyani Susanbil deb emas. To'g'risi tushuninglar, Koreya oldingi Koreya emas. Men koronadan oldin kirib kelganman, koronani ham ko'rganman. Misol, koronada o'qishlar onlayn bo'lib ketib, bolalar zo'r sovqat qilgan, qizlar ham zo'r sovqat qilgan. Pulni yorib yuborgan, to'g'risi topishdi. Ishlar hozirgidan 1,5 barobar qimmat bo'lgan deyarli. Rasxod ozroq bo'lgan. Shunaqa holatda odamlarda fikr bo'lgan, o'qishdan ketib ham sovqatni zo'r qilsa bo'ladi degan. Lekin unaqa, hozir unaqa emas. Chunki Koreya rekord qo'yyapti, chetdan qonuniy ishchilar olib kirish bo'yicha. To'g'ri. Studentlarga ish qolmayapti. To'g'ri, to'g'ri. Shuni hisobiga O'zbekistondan kirib kelishdan oldin to'g'ri maqsad qilib, asosan o'qish maqsad bo'lsa o'qishdan kirib kelinglar. Agar maqsad ish, %100 ish bo'ladigan bo'lsa, o'qish vizadan kirib kelmanglar. Iloji yo'q buni, bo'ldi, u vaqtda o'tib ketdi. Ishchi vizadan kirib kelinglar, qiyin bo'lishi mumkin, uzoq muddat bo'lishi mumkin, lekin ishchi vizadan kirib kelinglar. Bu maslahatim. Lekin Koreyadagilarga iloji boricha qonun qoidaga rioya qilib, besprava mashina minmaslikka, qonuniy ishlashga harakat qilishga, iloji boricha Koreyani boshqa jiddiy qaraladigan qonun qoidalariga amal qilishini men so'rab qolaman. Shunda o'sha ko'zlagan eng yuqori vizalarni ham qo'lga kiritsa bo'ladi, xudo xolisa. Albatta, boya aytib o'tganidek, agar aniq maqsadinglar pul bo'ladigan bo'lsa, E9 orqali kirishligini tavsiya qildingiz. Bunga sabablardan biri o'quvchilar shundoq ham juda ham ko'p kirib kelyapti va Koreya tomonidan
Y9 vizasiga judayam ochiqlik bo'lyapti hozir. O'zbekistondan judayam ko'pchilik kirib kelyapti. Aytaylik to'ppi 2 bor, adashmasam to'ppi 2 bilan Y9 vizasini olish ehtimoli yuqoriroq bo'lsa kerak. Chunki undagi tushiradigan savollar judayam kichkina mayda grammatiklar judayam cho'g'ib savollar bo'ladi-da. Ishga yo'nalgan asosda imtihon bo'ladi. Shuning uchun topik 2 bor. Siz 3 ga aqlingiz yetmayapti yoki 2 dan sal yuqori, 3 dan sal pastroq. Sizga Y9 menimcha qulayroq. Vaqt biroz ketadi olishga, lekin sizga 4 yil u 6 oy beradi adashmasam. Va undan tashqari 4 yil 6 oydan tugatganingizdan keyin yana xuddi shuncha qo'shib berishadi. 4 yil 10 oyda tug'ilib ketadi. Ha, 4 yil 10 oy kechirasizlar. Bittasi qolib ketibdi. O'zbekistondan kelmoqchilar. Ko'pchilik aytadi, O'zbekistonda motivatsiya bo'ladi. Ko'proq IELTS olgan o'quvchilarda. Endi juda ko'p aloqachilar IELTS yetdim bor, inglizini yoraman. Menga top universitetda topib bering dedi. Haftada 4 kun 5 kun bo'lsa ham muammosi o'qiyman dedi. Shunaqa bolalarga men birinchi o'rinda top universitetlarga emas, o'rta miyona bo'lgan universitetlarga kirib kelib, Koreyani, ya'ni musofirchilikni ko'rib, Koreyani siyosatlari hamma yo'q, yashash tarzlariga tushib olgandan keyin o'qishini o'zgartirishdi. Aynan o'sha o'zi xohlagan yo'nalishga o'tishni maslahat beraman universitetga. Chunki juda ko'p bo'lyapti. IELTS 7 bilan, 8 bilan kirib kelyapti. Qiyin yo'nalishlarga juda nufuzi baland universitetlarga o'qiy olmayapti bolalar. Rostdan o'qiy olmayapti. Men oddiyroq universitetga ko'chib bering deyapti. Lekin bunaqa vaziyatda ko'chirish qiyin. Chunki nufuzi baland o'qishdan nufuzi past o'qishga tushish bu juda ham qiyin. Shuni maslahat beraman. O'zbekistonga kirib kelishdan oldin agar rasa ham o'qish maqsadida o'qish bo'lsa ham o'rta miyona, yomon o'qish demayapman, o'rta miyona o'qishga kirib kelib, o'zlarini pozitsiyalarini bilinglar. Eplab keta olamanmi yoki yo'qmi? Shunga qarab keyin nufuzi baland o'qishga ko'chirishinglarni maslahat beraman. Bu muammosi yo'q. Yuksanglar 6 oy yutkazasizlar, lekin agarda nufuzi balandga kelib olib turib, nufuzi past o'qishga o'taman deb niyat qiladigan bo'lsanglar, viza olish uchungina faqat nufuzi baland o'qish yordam beradi. Qolgan taraflama emas. Undan keyin o'qishni ko'chirish ancha muammo bo'ladi. Bu keyingi planlaringlarga, maqsadlaringlarga anchagina minusga ishlab beradi. Shu O'zbekistondan kirib kelishdan oldin shu jihatlarni yaxshi o'rganib, plan qilib, maqsad qilib kirib kelsa, xudo xolasa har kimga men maslahat beraman. Rahmat kattakon. Bugungi umumiy savollarimiz shu yergacha edi va bizni vaqtimiz ham chegaralangan va shu yergacha bo'ldi. Sizga kattakon rahmat va sizlarga qizlar uchun olingan alohida bir videoyimiz bor va bundan oldingi qo'yilgan videoda o'tsanglar 22 yillik tajribaga ega bo'lgan ayol kishi, biznesmen, biznes lady bilan suhbat bo'lgan va bu bilan aynan qizlarimiz to'g'risida ko'proq gaplashganmiz va qizlarimizga ajratiladigan grantlar va shunga o'xshash ko'proq qizlar haqida ma'lumot berilgan. O'shanga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Va keyingi chaqiradigan insonim, men o'ylashim bo'yicha va kelayotgan savollarga ko'ra yana qizlarga borib taqalib qolyapti. Shuni hisobiga men JKS hisobida o'qiyotgan ro'molli bir hijobdagi bir muslima qizimizni chaqirib, u bilan gaplashdim, rozi bo'ldi. Intervyu olmoqchiman. Agar savollaringiz bo'lsa, yozib qoldirsanglar bo'ladi. Ya'ni men asosiy savollarim, ya'ni menga kelayotgan savollar hijobli qizlarga to'siqlar bormi Koreyada va nimalardan iborat? Ular nima qilisha oladi yoki nima qilisha olmaydi? Shu mavzu bo'yicha u qiz bilan yoritamiz. Bir ikkita qizlardan eshitdim, hijoblilarga konsaltinglarga kirib dars berishlik, ya'ni kechirasiz konsalting deb yordim. O'quv markazlariga kirish, dars berishlik biroz qiyin dedi. Chunki u ro'molda bo'lganligi uchun. Bitta o'sha qizdan so'rasa, u aytdiki, men koreys tilini bilaman va ingliz tilini ham yaxshi biladi. Menga muammo emas dedi. Meni oladi dedi. Shunga hayron qoldim va bu qanchalik to'g'ri, buni o'sha qizdan so'raymiz inshaalloh. Kommentariyada keyingi intervyumizda aynan kim chiqishini va qaysi sohani ko'proq yoritishimizni xohlasanglar, bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. Biz shunga qarab sizlarni ixtiyoringlar bilan yana bir insonni olib chiqib, u bilan intervyu o'tkazamiz. Hammaga kattakon rahmat va sizga kichkina bo'lsa ham sovg'amiz bor. Bizni Koreyada shu o'quvchilarimizni, o'zbek o'quvchilarimizni Baraka Book onlayn magazini orqali kitob bilan ta'minlab beradigan o'sha onlayn magazinimiz bor. Bizga homiylik qilib, sizga kitob
bergan. Kitob qanaqa kitobligi menga ham qiziq, sababi bu yerda o'ralgan. Ishonamanki, manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, kitob zarari yo'q. Albatta. Kitob bo'lgani uchun ham reklama sifatida qabul qildim. Kitob bo'lmaganda qabul qilmasdim. Albatta, kattakon rahmat, baraka bo'lib qo'ying. Keyingi intervyuda ko'rishguncha salomat bo'linglar. O'z fikringizni kommentariyada yozib, like va podpiska bosishni unutmanglar. Iloji boricha bu videoni ko'proq insonlarga tarqatib, manfaatli bo'lishiga sizlar ham o'z hissalaringizni qo'shinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.